Agar farzandingiz boshida bunday belgilar bo'lsa, zudlik bilan mutaxassislarga murojaat qiling. Birinchisi, bolani boshi yassi bo'lsa, bunaqa holatda bronxitsefaliya kuzatilishi mumkin. Bu kelajakda bolangiz boshini estetik ko'rinishiga yomon ta'sir qiladi. Ikkinchisi, bolangiz boshi bir tomonga qiyshiq bo'lsa, bu plagiotsefaliya yokida asimetrik bronxitsefaliya bo'lishi mumkin. Bu bola bir tomonga ko'p qarab yotganidan kelib chiqadi. Uchinchisi, farzandingiz boshi uzunchoq bo'lsa, bu do'lixitsefaliya bo'lishi mumkin. Bu deformatsiya bola faqat ikki yon tarafga qarab yotsa paydo bo'ladi. Lekin do'lixitsefaliyaga o'xshagan yana bitta deformatsiya turi bor. Buni nomi scafotsefaliya, ya'ni sagittal kraniosinostoz. Bu deformatsiyani o'z vaqtida davolamasa, bola nogiron bo'lib qolishi mumkin. Ismim Azamat Karimov, men Neocenter klinikasi asoschisiman. Buni haqiqiy yechimi butun dunyo standartiga kiritilgan, 30 yildan beri chet eldan qo'llanib keladigan shlem terapiya. Biz bu meditsina yo'nalishini O'zbekistonga olib kirganmiz va bugungacha mingdan ortiq turli xil ko'rinishdagi bosh deformatsiyali bolalarga yordam berib kelamiz. Bu shlem terapiya narxi taxminiy 16 million so'mdan 24 million so'mgacha bo'ladi. Bu summalarni bo'lib to'lash imkoni ham bor. Agar to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Neocenter klinikamizga murojaat qiling va shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.